Ammo Alloh taolo barcha narsaning egasi bo'lgani uchun seni yo'qdan bor qiladi, hayot beradi, rizq beradi, ko'rib, eshitib, sezib turadi va senga ham sen vaqtincha ega bo'lgan narsalaringning barchasining ustidan ham mutlaq ega bo'ladi. Zero u zot egalik qiluvchi, tasarruf qiluvchidir. Tasarrufida mustaqil, xohlaganini qiluvchidir. Har qanday vasfda Allohdan boshqa narsani biror narsaga molik desak, majoziy ma'noda aytgan bo'lamiz, chunki haqiqiy egalik qiluvchi zotida ham, sifatida ham har qanday narsadan behojat bo'lishi kerak. Masalan, ichimlik ichmasligi, nafas olmasligi, taom yemasligi, uyquga ehtiyoj sezmasligi, qo'rqmasligi, mahzun bo'lmasligi,